Boshladi, давай. Hozir kim bilan nima maqsadga uchraysiz? Tanishingni. Nima oldingiz? Pul oldimmi? Mana bizni ko'ryapsizmi? Mana shu bizani maqsad kun bo'ladi. Maqsad kun mana shu yoqqa o'tdi, mana shu qo'lingizga. Pul qayerda hozir? Qaysi cho'nchagingiz? Men o'zim sekin olaman, aka, hozir. Mana ko'ryapsiz-ku pulni. Men bitta sanoqdan o'tkazib yuboraman. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ta 100 dollarlik, bitta 50 AQSh dollarlik, bitta 20 AQSh dollarlik, 1, 2, 3 ta 10. Jami bo'lib 1,5 ming pul bor. Nima yozilgan? Pora yozilgan. Men hozir qilgan protsessimdan e'tirozingiz bormi, yo'qmi?